Hammaga salom. Bugun O'zbekiston Superligasining yana ikkita eng qiziq o'yinni ko'rib chiqamiz. Albatta bu Sug'diyona Qizilqumga qarshi o'ynasa, bu joyda Buxoro Neftchini o'z maydonida qabul qiladi. Demak, ikkala o'yinni ko'rib chiqishdan oldin tahlilni har doim aytib o'taman. Telegram kanalimizda shunga o'xshash tahlillar, prognozlarni hammasini ko'rib borsanglar bo'ladi. U joyda hamma svesh informatsiyalar bo'ladi, boshqa joyga chiqmaygan. Va Telegram kanali silka opsiyasida o'tib qiziq ko'rsangiz bo'ladi. Demak, bizda birinchi o'yin albatta Sug'diyona Qizilqum o'yini Jizzax jamoasi Navoiy jamoasiga qarshi o'ynaydi. Demak, Sug'diyona bu joyda albatta o'z uyida Qizilqumni qabul qilishini hisobga oladigan bo'lsak, albatta ancha ustunlikka ega bo'ladi. O'z muxlislari qarshisida Jizzaxda yaxshi o'ynab kelgan har doim Sug'diyona jamoasi. Va aynan bu o'yinda biz nisbatan Sug'diyonaning ustunligini kutib turibmiz. Albatta qarshi hujumlar qanotlardan va markazdan yaxshigina kombinatsion hujumlar qila oladi aynan bu jamoa va Qizilqum ham bunga yarasha qarab o'tirmasa kerak. Agarda misol uchun Qizilqum bu o'yinda imkoni boricha harakat qiladi, birinchi bo'lib gol urib olishga va aynan mana shu goldan keyin Qizilqum o'yini ochilib ketishi mumkin. Ya'ni jamoa himoyaviy o'ynab turadigan bo'lsa, futbol o'yinini boshida Sug'diyona bu joyni gol urib qo'yadigan bo'lsa, Qizilqum ana endi harakat qiladi hujumga chiqishga va ochiq zonalar qoldirishga. Va mana shu ochiq zonalardan foydalangan holatda Sug'diyona keyingi gollarni ursa bo'ladi. Va Qizilqum ham albatta himoyaviy tarzda o'ynagan jamoalardan biri, raqibga har doim mehmon o'yinlarda qiyinchilik tug'dirgan, umagina pressinglari bilan, albatta avtobus qo'yishlari bilan yomon emas. Umagina tarkiblar jihatidan nisbatan baribir Sug'diyonada ustunroq, hujumchilar, himoyachilar va markazdagi o'yinchilar ham. Va umaganda biz bu o'yinda juda katta va aynan bitta jamoani g'alabasini kutmayapmiz. Shunchaki Sug'diyona yaxshi total ustunlikka ega bo'lsa kerak va aynan shu ustunligi evaziga u mag'lub bo'lmaydi. Sug'diyona mag'lub bo'lmaydi 1x va bizning natijamiz o'tish uchun, hozir natijani to'liq aytaman. Demak, qaranglar, bizning o'yinimizda bu natijamiz o'tish uchun birinchi navbatda Sug'diyonani g'alabasi shart emas. Durang bo'lsa ham bizning natijamiz o'tadi. Yutsa ham Sug'diyona yoki durang bo'lsa ham va bu o'yinda bizning hisobimiz bo'yicha, bizning tanlovimizcha hisob mana shunaqa bo'lishi kerak. 1-0, 1-1, 2-0, 2-1 yoki bo'lmasa 3-0. Va agarda xuddi shunaqa hisob bo'ladigan bo'lsa, Sug'diyona mag'lub bo'lmaydi. 1x va umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p bo'lishi kutilmoqda. Chunki bugungi o'yinni surati mana shunga mosroq holatda keltirilgan. Hozirgi jamoalar holati tarkiblaridan bitta o'ylab qaragan bo'lsak. Shu sababli Sug'diyonani aynan mag'lubiyatini biz kutmaymiz. Faqatgina u yaxshigina harakat qiladi va mana shu hisoblarda o'yinni tugatib qo'yish uchun maksimal borini bersa kerak. Yana o'yinni kuzatamiz. O'yindan keyin Telegram kanalimizda shu aytib o'tganimdek hamma natijalar tashlab boriladi. Keyingi o'yin Buxoro Neftchini o'z maydonida qabul qiladi, Buxoro stadionida va bu o'yin ham nisbatan boshqacha surat olishi mumkin. Bu joyda dominant jamoalardan biri eski o'tganligi O'zbekiston Superligasining chempioni Neftchi nisbatan yopiqroq o'yin ehtiyotkorona o'yin qilishi kutilmoqda Buxoroga qarshi. Buxoro o'z maydonida o'ynashini hisobga oladigan bo'lsak, Neftchiga qaraganda nisbatan ustunroq hisoblanmoqda va o'yinni boshlarida ular gol urishga harakat qiladi. Ya'ni qanotlardan yaxshigina o'ynaydi, hujumdan, markazdan va Neftchi esa bu joyda nisbatan himoyalanib, bu o'yinni boshida adaptatsiya qilishga urinib ko'radi. Umuman olganda ikkala jamoada ham tarkib yaxshigina shakllangan. Neftchini hujum chizig'i O'zbekiston terma jamoasining eski o'yinchilari ham joylashgan bir nechta. Buxoroda yosh jamoa shakllangan, darvozabon ayniqsa kuchli O'zbekiston U20 jamoasida o'ynagan Qo'lmurodov adashmayotgan bo'lsa, agar almashtirishmagan bo'lsa. Xullas, ikkala jamoada ham yaxshigina tarkib bor, imkoniyat bor va bu imkoniyatdan to'liq foydalanishga harakat qilishadi. Misol uchun, Buxoro o'yini boshida gol urib qo'yadigan bo'lsa, bu joyda Neftchi yopiqroq o'yin qilayotgan bo'lsa, Neftchini o'yin uslubi o'zgarib ketishiga olib keladi. Lekin bizga Buxoroning g'alabasi kerak emas. Bugun shunchaki Neftchi yutqazmasi bo'ldi. Agar yutadigan bo'lsa, bizning tanlovimiz, o'ylab turgan tanlovimiz o'tishi mumkin. Yoki o'yinni boshida naborat bo'ladi, Neftchi ketma-ket hujumlar qiladi, Buxoroni himoyalashga majbur qiladi va o'yini boshida gol urib olishi mumkin bo'ladi. Aynan Neftchi jamoasi. Demak, bugungi o'yinga Neftchi mag'lub bo'lmaydi. X2 va umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p. Ya'ni bugungi o'yinda hisoblar albatta 2-1, 2-2, 3-0 yoki bo'lmasam 1-1 bo'ladigan bo'lsa ham albatta bugungi o'yinda tanlovimiz o'tadi. Shunchaki aynan mana shu hisoblarda Neftchi jamoasi ushlashi kerak bo'ladi. Albatta Buxoro yutib qo'yishi kerak emas, Buxoroning g'alabasi bizga kerak emas. Shunchaki Neftchi mag'lub bo'lmasa yoki yutadigan bo'lsa, aynan bizning mana shu tanlovimiz o'tishi mumkin. Neftchi mag'lub bo'lmaydi, X2 va umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p. Yana o'yinni kuzatish kerak.
bu aytayotgan natijalarning hammasi analitikali 100% ishlaydi, biz garantiya bermaymiz. Shunchaki o'yinchilarni jamoa oxirgi holatiga qarab, natijalarga qarab biz albatta analitika qilamiz, tahlil qilamiz va shundan keyin esa aynan mana shunaqa videolarni tayyorlaymiz. Aytgancha, shunga o'xshash prognozlar, analitikalarni hammasi Telegram kanalimizda bo'ladi, ссылка opsiyonida o'tib foydalanishingiz mumkin. Va endi biz yakuniy ekspresslarni ko'rib oladigan bo'lsak, albatta birinchi o'yinda Qizilqum Sug'diyonga qarshi o'ynasa, albatta bu o'yinda Sug'diyona mag'lubiyatga uchramaydi. 1x va umumiy gol soni 1.5 tana ko'p. Va ikkinchi o'yinda Neftchi mag'lub bo'lmaydi, x2 va umumiy gol soni bu joyda ham 1.5 tadan ko'p. Shu sababli mana shunaqa natijalar bo'lmoqda ikkala o'yinda. Faqatgina kuzatamiz, shu aytganimdek, maza qilamiz va Telegram kanalimizda albatta qo'shilib olsanglar, o'sha joyda o'yin natijalarini ham qo'yib boramiz. Xo'sh, shu yerda biz esa yana qiziq o'yinlarni tahlildan sizlarga davom etishda harakat qilamiz. Video like bosing, obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.